안녕하세요, 여러분. Assalomu alaykum hammaga. Bugundan bunaqa indin 한국어 kitobini 6 qismini matnlarini men og'izaki tarjima qilib beraman. O'qib bo'lsangiz, bu dars siz uchun juda ham mos tushadi. Demak, bu kitobni agar oldin umuman ko'rmagan bo'lsangiz, jami 6 ta qismi bor, darajaga moslangan. Har bitta qismida odatda 20 tadan mavzu berilgan bo'ladi. Agar aktiv bo'lsanglar, men bu videoni YouTube'ga oxirigacha, ya'ni 20 ta mavzuni to'liq joylashga harakat qilaman. Demak, birinchi mavzu bizda Sejong Taewang의 leadership, ya'ni Buyuk qirol Sejongning liderlik mahorati yoki liderlik qobiliyati desak bo'ladi. Bu matnlarni o'qish nimaga kerak? Agar siz topikdan ballizni, misol uchun sizda 5-6 daraja bo'lsa allaqachon va siz endi ballga harakat qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni 270, 280 ga chiqmoqchi bo'lsangiz, unda bu matnlarni o'qishingiz, ichidan chiqqan so'zlarni yodlashingiz yoki bo'lmasam murakkab, grammatik jihatdan murakkab tuzilgan gaplar bo'ladi-ku, shunaqa gaplarni sig'ida qo'llay olishingiz uchun bu matnlarni o'qishingiz kerak. Ko'ryapsiz, matnning hajmi kichkina emas. Katta matn. Boshida o'zim ham tarjima qilganda juda qiynalganman. Ayniqsa, tarixga oid bo'lgan matnlari juda ham qiyin hisoblanadi. Chunki har safar yangi so'z chiqib kelaveradi-da. Hop, men sizga ancha oson bo'lishi uchun buni tarjima qilib beraman. Siz esa video darslikni ko'rib, like bosib, kommentariy yozib, meni qo'llab-quvvatlab qo'ysangiz bo'ldi. Va albatta, video darslikni ko'rganingizdan keyin buni orqasida topshiriqlari bor, mustaqil bajarishingiz mumkin. Yangi so'zlarni joy-joyida yodlab ketadigan bo'lsangiz, sigiga ballizni, ilkidan ballizni anchagina oshirishga yordam beradi. Bu video darslik. Hop, bo'lmasam boshladik. 현대 사회의 조직은 과거에 비해 규모가 커지고 전문적으로 발전해왔다. Hozirgi jamiyat tuzilmasi, ya'ni tuzilmani olib tashlaysiz, odatda 100% to'liq tarjima qilishni keragi yo'q ma'no chiqarish uchun. Hozirgi jamiyat tuzilmasi, ya'ni hozirgi jamiyatimiz 60ga solishtirganda hajmi kattalashib, 전문적으로 degani bu umumiy ravishda rivojlanib keldi. 이러한 변화에 따라 조직을 효과적으로 관리하고 이끄는 리더십에 대한 관심이 커지고 있다. Mana shu o'zgarishga qarab, jamoani, ya'ni jamiyatdagi insonlar nazarda tutilgan jamoani samarali ravishda boshqarib yetaklaydigan liderlik mahorati haqidagi qiziqish ham ortib bormoqda. 리더십의 리더란 배의 방향을 정하는 사람이라는 뜻으로 바이킹의 언어에서 유래됐다. Liderlik mahoratidagi lider degani kemani yo'nalishini aniqlaydigan odam ma'nosidan vikinglarni tilidan kelib chiqqan. Viking degani bu vikinglar. Bilamiz-ku, uni kinolarda qanaqangidir odamxo'rga o'xshash odamlar chiqadi. Mana shu Viking, ya'ni vikinglar. 이 어원에 따르면 리더란 폐의 전장으로서 나아갈 방향을 정하여 이끄는 사람을 말하며 리더십이란 회가 목표 지점으로 갈 수 있도록 선장이 정원들에게 미치는 영향력 전반을 의미한다. ya'ni bu so'zni manbasiga qaraydigan bo'lsak, tilni manbasida boshlagan bo'ladi. Mana shu tilni manbasiga qaraydigan bo'lsak, lider degani kemani kapitani sifatida boradigan yo'nalishni aniqlab boshqaradigan odamga aytiladi. Liderlik mahorati degani esa kemani maqsad qilingan nuqtaga bora olishi uchun kapitan dengizchilarga o'tkazadigan ta'sir kuchini, ya'ni umumiy ta'sir kuchiga aytiladi desangiz ham bo'laveradi, anglatadi. Umumiy ta'sir kuchini anglatadi. 즉 리더십이란 조직의 목표를 달성하기 위해 구성원들을 이끌어가는 능력을 말한다. ya'ni liderlik mahorati degani bu qandaydir tizimni maqsadini amalga oshirish uchun o'sha tizimni a'zolarini boshqarib boradigan qobiliyatga aytiladi. Liderlik mahorati nimaligini umumiy qilib tushuntirib berdi. Tushuntirishiga, ta'riflashiga e'tibor bering, chunki har bitta gapni yaxshilab 100% ma'nosigacha, tochka virguligacha tushunadigan bo'lsangiz, o'shanda sigingiz oshadi. Buni prosta tak o'qidim, tarjimasini bildim, bo'ldi, esimdan chiqdi emas. Tochka virguligacha gap qanaqa tuzilyapti, qanaqa grammatika bilan bog'lansa tabiiy chiqyapti, shuni e'tibor berib o'qiydigan bo'lsangiz, video darslikdan keyin yana 5-6 marta o'qib qo'ysangiz, mustaqil tarjima qilib esingizda qoladi yana. O'shanda sizda rivojlanish bo'ladi. Hop, keyingi abzatsga o'tdik. 시대에 따라 조직을 이끌어가는 리더십의 패러다임이 변화되고 있다. Zamonlarga qarab tizimni boshqarib boradigan liderlik qobiliyatining paradigmasi o'zgarib bormoqda. Paradigma nima degani? Paradigma bu g'oliblangan qarash tizimi. Ya'ni misol uchun
odam faqat ko'k choy ichish kerak deb qaraydigan odam borku, qora choyni yoqtirmaydigan, boshqa choyni yoqtirmaydigan, faqat ko'k choy ichish kerak, odamga faqat ko'k choy foydali deb turib oladigan qarash borku, fikr. Mana shu qotib qolgan, qoliplangan qarash tizimi paradigm, ya'ni paradigma inglizcha so'zdan olingan bu ham. Mana shu fikr o'zgarmoqda dedi. Ya'ni liderlik haqidagi shu fikrlar o'zgarmoqda. 과거 산업 사회에서는 개인보다 조직의 가치를 우위에 뒀기 때문에 조직의 목표를 달성하기 위해 개인이 조직에 순응하는 것을 당연하게 여겼다. O'tmishda sanoat jamiyatida shaxsga qaraganda jamoaning qiymatini ustun qo'yishganligi sababli jamoani maqsadini amalga oshirish uchun tuzilma jamoat sezam bo'laveradi bu yerda. Uchun shaxs jamoaga moslashishini tabiiy deb hisoblashgan. Ya'ni bitta odam qandaydir jamoaga, jamiyatga qo'shilib ketishini, unga moslashib ketishi, ya'ni oqimga tushib ketishini tabiiy deb hisoblashgan ekan. 이러한 시대에는 조직 구성원들이 직무를 잘 수행할 수 있도록 명령하고 지시하는 관리자로서의 리더십이 요구되었다. Mana shu davrda jamoaning a'zolari vazifasini yaxshi bajara olishi uchun buyruq berib, ularga yo'l ko'rsatadigan 관리자, endi boshqaruvchi sifatidagi liderlik mahorati talab qilingan. 그러나 2차 오일 쇼크 이후 1980년대 한국의 경제가 불황에 빠지게 되면서 기업의 구조 조정 바람이 불게 되었고, 기존의 관리자 수준에서 조직을 이끌어 나가는 리더십에는 한계가 있다는 것을 깨닫게 되었다. Yani lekin ikkinchi oil shokki degani, oil ya'ni nima inqirozi, neft inqirozi. Neft inqirozidan keyin 1980-yillarda Koreyani iqtisodiyoti furanga pajida degani endi bu bankrot bo'lib, ya'ni baxtsizlikka uchragan tushib demoqchi. Bankrot bo'lib, tashkilotlarda fujo cho'jong param degani, param bu yerda shamol, qayta tuzilish shamoli esadigan bo'lib deyilgan. Ya'ni tashkilotlar qayta tuzilib, o'sha paytda mavjud bo'lgan boshqaruvchining darajasida jamoani boshqarib boradigan liderlik mahoratining chegarasi borligini anglashgan. Ya'ni o'sha paytdagi boshqaruv tizimida chegara borligini, ya'ni unaqangi zo'r emasligini tushunib yetishgan demoqchi. 2차 oil shokkidan keyin 1980-yillarda Koreyada IMF deb nomlangan iqtisodiyot inqirozi bo'lgan. Juda ham katta qarzga kirib qolgan bilishimcha Koreya. O'sha paytda unaqa liderlik mahorati foyda keltirmasligini, foydasi kamroqligini aniqlashgan ekan. 그래서 qarang, muammoni aytyapti, ulab ketyapti. Shuning uchun yechim beryapti davomida. 조직 내 구성원들을 배려하면서 조직 구성원들의 자율적 역량을 이끌어내는 lidership의 중요성이 거지기 시작했다. Shuning uchun jamoani ichidagi a'zolarga g'amxo'rlik qilib, jamoa a'zolarini erkin ravishda salohiyatini oshirib boradigan liderlik mahoratining ahamiyati kattalashishni boshlagan. 또한 정보와 지식이 사회를 변화시키는 원동력이 되고 있는 지식 정보화 사회에서 변화와 혁신을 주도할 수 있는 리더십이 부각되고 있다. Shuningdek, ma'lumot va bilim jamiyatni o'zgartiradigan asosiy kuch bo'lib borayotgan bilim ma'lumotlashish jamiyati, ya'ni bilimni almashish jamiyati deylik. Bilimni almashish jamiyatida o'zgarish bilan revolyutsiya, ya'ni 혁신 rivojlanishni bo'lsangiz bo'ladi. Rivojlanishni yetaklab kela oladigan liderlik mahorati ko'zga tashlanmoqda. Demak, qanaqangidir kreativni yangiliklar, yangi bilimlar, yangi metodlar olib kira oladigan yangicha liderlik mahorati ko'zga tashlanyapti dedi. Gaplar o'zi ko'gibga o'tganingizda mana ilkini 40-matnlardan keyin tushunarsiz, qiyin, uzun matnlar keladi-yu, tarjima qilayotganingizda ko'p narsa kerak emasda, gap ichidagi ba'zi so'zlar umuman kerak emas tarjima qilayotganingizda. O'shaning uchun qancha ko'p matn bilan ishlasangiz, sizda shuncha tajriba ortadi. Sizga mani fikrimcha, mana o'sha 7 yillik, hozirda mana 2026-yil bo'lsa, 7 yillik koreys tilini ichida tajribam bor. Bundan tashqari men yana ingliz, rus, arab tillarini o'rganganman, o'rganyapman ham. Umumiy til o'rganish tajribamdan kelib chiqib ayta olaman, hech qaysi ustoz sizga misol uchun readingni manaqa qilib oshirasan degani bilan siz uni oshira olmaysiz agar ustoz aytganidek mashq qilmasangiz. Chunki men o'zim eslayman, boshida dars o'tishni boshlaganimda o'rgatgan usullarim bilan o'zi mana 4-5 yildan beri dars o'tib kelayotgan bo'lsam, 4-5 yilning ichida men yana ham yangi tajribalarni orttirib, hozir endi
boshqacharoq, qiziqarliroq, foydaliroq, tezroq chiqadigan usullarni o'rgatyapman o'quvchilarga. O'shaning uchun birorta narsani o'rganmoqchimisiz, albatta u tajriba davomida kelib chiqadi. Natijani siz ko'rgani qozon orqali olasiz, ya'ni jarayon orqali olar ekansiz. Shuning uchun faqatgina ko'rgani o'ziga e'tibor qaratishimiz kerak emas. Bu yoqda siz gazonga e'tibor qaratsangiz, ko'rgani o'zi tabiiy ravishda kelib chiqadi. hop, keyingi abzatsga o'tdik. 이처럼 리더십의 패러다임은 조직 관리자 수준의 리더십에서 인간 중심의 리더십으로 변화했다. Shuningdek, ya'ni xuddi shuningdek, liderlik mahoratiga qaratilgan qoliplangan fikrlash tizimi, buni prosta fikrlash deb o'tib ketaman. Liderlik mahorati haqidagi fikrlash jamoani boshqaruvchisi darajasidagi liderlik mahoratidan inson asosidagi liderlik mahoratiga o'zgardi. Ya'ni faqatgina boshqaruvchiga emas, endi o'sha jamoani tashkil qilayotgan har bir shaxsga qaratilishni boshlabdi. 인간 중심, 인간 존중의 사상과 철학은 조직 내 생산성과 창의성을 높여 결국 조직의 성공을 가져온다. inson asosidagi insonni hurmat qilish g'oyasi va chorak degani bilasiz falsafa. Falsafasi mana shu jamoani ichidagi yaratuvchanlik va changyisong degani kreativlik degani, buni o'zbekchasini bilmayman. Bu ham shu yaratuvchanlik bo'lsa kerak. yoki qanaqangidir nimanidir yaratishda kreativnost deyiladi. O'zbekchasini chiqarib bera olmadim. Changyisongni, ya'ni shu kreativlikni oshirib, oxir oqibatda jamoaga muvaffaqiyat olib keladi. Ko'ryapsiz, jamoaning muvaffaqiyatini olib keladi demaymiz-ku, jamoaga muvaffaqiyat olib keladi yoki keltiradi desangiz, o'zbekchada tarjimangiz chiroyli, tabiiy chiqadi. 그런데 현 시대에서 요구하는 인간 중심 리더십의 모습을 일찍이 보여준 한국의 역사적 인물이 있다. Lekin hozirgi zamonda talab qilinayotgan inson asosidagi liderlik mahorati ko'rinishini ilchigi poyachun degani bu anchadan beri ko'rsatib kelgan Koreyani tarixiy bir shaxsi bor. 바로 조선시대의 제 세대 왕인 세종대왕이다. Bu aynan Choson davridagi 4-qirol bo'lgan buyuk qirol Sejongdir. Bilasiz, qirol Sejongni koreyslar juda ham yaxshi ko'radi, chunki u Hangilni yaratgan olimlari bilan birga. To'g'ri, keyinchalik ancha-muncha o'zgartirishlar kiritilgan, uni imенно o'zi o'tirib olib yaratmagan, olimlari bilan birga yaratgan, lekin asoschisi bo'lgani uchun, как shu fikrni birinchi ilgari surganligi uchun ham uni hozirgacha mana hamma koreys yaxshi ko'radi. Buyuk qirol Sejong bizni alifboyimizni yaratgandi. Tasavvur qiling, biz misol uchun endi O'zbekistonni o'zida menimcha alohida bir alifbosi yo'q, chunki biz lotin harflaridan foydalanamiz. Alifboyimiz bor-ku, lekin lotin harflaridan foydalanamiz. Koreyslarda hangil xitoyliklarni yozuviga o'xshamaydi, Yaponiyani yozuviga o'xshamaydi yoki boshqa bir davlatni yozuvi emas, o'zlarini mana alohida harflari bor, to'g'rimi? Buni ham o'zi hangilni ham o'rgansangiz, uni tarixi juda ham chuqur, uzun. 다음은 세종대왕의 재위 기간 동안 역사를 기록해 놓은 세종실록에 있는 내용이다. Quyida Buyuk qirol Sejongning hukmronlik muddati davomida tarixni qayd qilib qo'yilgan Sejongshillok degani bu buyuk Sejongni qaydnomasi deb tushunishingiz mumkin. Kitobning nomi bu. O'sha tarix yozilgan kitobning nomi, tarixiy kitobning nomi. Dagi mazmundir dedi. 옛적의 건가에, endi bu yog'i tarixiy ketadi. 옛적의 건가에 노비에 대하여 아이를 낳을 때에는 반드시 출산하고 나서 7일 이후에 복무하게 하였다. Qadimda davlat idorasidagi nobiy degan xizmatkorlar uchun haqida deb olmaysiz, uchun farzandini dunyoga keltirgan paytda albatta dunyoga keltirib bo'lib 7 kundan keyin ishlattirishgan. Ya'ni ayol kishi dunyoga keltirdi, dunyoga keltirgandan keyin 7 kundan keyin ishga chiqqan ekan. 이것은 아이를 버려두고 복무하면 어린아이가 해롭게 될까 봐 염려한 것이다. Buni Sejong aytyapti, xizmatkorlar yozyapti. Ya'ni o'sha tarixchisi yozyapti. Bu bolani tashlab ishga qaytadigan bo'lsa, ya'ni onasi bolasini tashlab ishga qaytadigan bo'lsa, yosh bolaga zarar bo'lishidan men xavotirdaman. 일찍 폐길간의 휴가를 더 주게 하였다. Unga yana 100 kun davomidagi ta'tilni berdiraman. Ya'ni men unga yana qo'shimcha 100 kun ta'til beraman dedi. 그러나 상기에 임박하여 폭마하였다가 몸이 지치면 곧 미쳐 집에까지 가기 전에 아이를 낳는 경우가 있다. Lekin tug'ish davriga yaqinlashib ishlayotgan paytda tanasi charchab uyiga yetib borishdan oldin farzandini dunyoga keltirib qo'yadigan holatlar ham bo'ladi. 만일 상기에 임하여 1개월간의 폭무를 면제하여 주면 어떻겠는가? Agar dunyoga keltirishga yaqin 1 oy oldindan ishdan ozod qilib bersam qanaqa bo'larkan? Ya'ni
misol uchun 8-oyda homilador bo'lsa, o'sha paytdan ishdan ozod qilsak qanaqa bo'lar ekan? Chunyak orada ozgina to'xtalish bo'ldi, pauza. 그러니 상정서의 명하여 이에 대한 법을 제정하게 하라. Shuning uchun sanjongso degan maslahat idorasiga buyurib, bu haqidagi qonunni chiqarishni aytinglar, buyuringlar deb yozilgan. Ya'ni dunyoga keltirishdan oldin 1 oy dam olar ekan, ishidan dunyoga keltirgandan keyin 7 kun emas, oldingi qirollar 7 kun degan ekan, endi bu 100 kun, ya'ni 3 oy dam berar ekan dunyoga keltirgan ayolga. keyingisi yana 노비의 남편에게는 전혀 휴가를 주지 않고 그 전대로 분부하여 산모를 구할 수 없게 되니 xizmatkorni turmush o'rtog'i, ya'ni eriga umuman dam bermasdan o'sha holatda ishlattirib, sammo degani tuqqan ayolga umuman yordam berolmaganligi uchun deb to'xtadi. Misol uchun mana hozir eshitgan bo'lsanglar kerak, koreys tilini anchadan beri o'rganib yurganlar biladi, chunki topikda chiqqan mavzu erkaklar uchun ham dekret chiqarilgan, to'g'rimi? O'zbekistonda ham bu yo'lga qo'yilyaptimi, shunaqa gap bor edi, lekin aniq bilmadim. Xullas kalom, mana dekret mavzusi o'sha tarixda 세종 payti ham bo'lgan ekan, erkaklar uchun dekret. 지금부터 아내가 아이를 낳으면 그 남편도 만 30일 뒤에 공모하게 하라. Hozirdan boshlab ayoli bolani dunyoga keltirsa, uni eri ham 30 kundan keyin ishga qaytsin. Ya'ni ayolga tuqqandan keyin 3 oy, eriga 1 oygacha dekret berar ekan. Bergan ekan 세종 davrida. 만약 추운 데서 자고 추위에 떠는 군인이 있다면 그들을 따뜻한 곳에 두어서 얼어 죽지 않도록 하라. Agar sovuq joyda uxlab, sovqotgan askarlar bo'lsa, ularni issiq joyga olib o'tib, sovqotib o'lmaydigan qilinglar, ya'ni isitinglar ularni demoqchi. 궁궐에서 사용하는 얼음을 할인원에 보내 열병을 앓는 사람들을 치료하게 하라. saroydagi foydalanilayotgan muzni, harinvon degani bu kambag'allar yoki bo'lmasam kasallarga yordam beruvchi muassasani nomi. O'sha harinvon desangiz o'zingizga ham qulay. Atamalarni yodlashingizni keragi yo'q, ochig'ini aytadigan bo'lsam. Harinvonga yuborib, isitmadan azob chekayotgan odamlarni davolattiringlar. U davrda bilasiz, hozir bizga oson. Morozinnikka suv qo'yamiz, sразу muzlaydi, to'g'rimi? Lekin u davrda tasavvur qiling, qatdan muz olishgan yozni kunida. Misol uchun isitmalayotgan odam bo'lsa, endi qanaqadir yo'lini qilishgan, lekin muz u davrda juda ham qimmatbaho narsa bo'lganda. Mana shuni buyuk qirol Sejong mana odamlarga mehr ko'rsatib, oddiy xalqiga, beva bechoralarga yoki bo'lmasam kambag'al insonlarga yordam bergan ekan. keyingisi, bu matn o'zi polniy 세종ni yaxshi insonligi haqida. 세종실록 기록에 따르면 세종대왕은 노비들을 위해 출산 휴가를 내어주고 노비의 출산 휴가를 출산 후 100일로 늘리고 출산 1개월 전 산모의 복무 또한 면제해 주었다. 세종ni kitobiga, ya'ni uni qaydnomasiga qaraydigan bo'lsak, buyuk qirol Sejong, buyuk qirol Sejong xizmatkorlari uchun 출산 휴가는 dekret deb olaylik, dekret berib, xizmatkorni dekretini tuqqanidan keyin 100 kungacha oshirgan va tug'ishidan 1 oy oldin onani ishidan ham ozod qilib bergan, shuningdek ishidan ham ozod qilib bergan. 그 노비의 남편에게 한 달 동안 출산 휴가를 주는 등 노비들을 위한 출산 휴가 제도를 마련하고 정비하였다. Yana u xizmatkorni turmush o'rtog'iga 1 oy davomida dekret ta'tilini berish kabi xizmatkor uchun dekret ta'til tizimini yaratib tartibga keltirgan. 이러한 제도는 오늘날 육아 복지와 비교해 보아도 부족함이 없는 선진적 정책이라 할 수 있다. Bu tizim bugungi kunda 육아 복지 degani bu, ya'ni yosh bolalarga farovonlik tizimi. Mana shu farovonlik tizimi bilan solishtirib ko'rsak ham kamchiligi yo'q bo'lgan ilg'or siyosat deb aytishimiz mumkin, ya'ni zamonaviy siyosat deb aytishimiz mumkin. 또한 조선 시대에는 무척 키에 쓸 얼음을 보내 환자를 치료하게 했다는 기록에서 계층을 구분하지 않고 사회적 약자를 배려하는 세종대왕의 인간 천종 리더십을 찾아볼 수 있다 ekan. Shuningdek, Choson davrida juda ham qimmatbaho bo'lgan muzni jo'natib, bemorlarni davolattirdim degan qaydnomasidan u tabaqalarni ajratmasdan jamiyatdagi yakcha degan zaif insonlarga g'amxo'rlik qiladigan buyuk qirol Sejongni insonni hurmat qilish asosidagi liderlik mahoratini biz ko'rishimiz mumkin, topishimiz mumkin emas. Prosta ko'rishimiz mumkin deysiz.
세종대왕은 이러한 리더십을 바탕으로 백성들 스스로가 왕을 따르게 하여 조화롭게 시대를 이끌어갔다. Bu qirol Sejong mana shunday liderlik mahorati asosida xalq o'zi, ya'ni mustaqil ravishda, siz Sironi o'zi xohlab deb olsangiz ham bo'ladi bu yerda. Xalq o'zi xohlab qirolga bo'ysunadigan qilib, to'g'ri degani endi bu hamohang ravishda zamonni boshqarib borgan deyilgan, tinchlik bilan zamonni boshqarib borgan desak, kontekstga ham ko'proq tushadi. Keyingi qismi. 또한 세종대왕의 리더십에서 주목해야 할 부분은 변화와 혁신이다. Shuningdek, biz Buyuk qirol Sejongning liderlik mahoratida e'tibor berishimiz kerak bo'lgan qism bu o'zgarish va rivojlanishdir. 조선 시대에는 신분 제도가 있어 양반충이 천민 계층이 구분되었다. 조선 davrida 신분 제도 degani bu как odamni unvoni, martaba tizimi bo'lib, zodagonlar, chungin degani o'rta qatlam, somin degani o'rtadan sal pastroq bo'lgan oddiy aholi, chonmin degani bu eng quyi, eng past qatlam degani kabi tabaqalarga ajratilgan. 천민은 사회에서 가장 낮은 계층으로 주로 백정, 노비, 기생과 같은 사람들이었으며 이들은 관직에 오를 수 없었다. oddiy, ya'ni eng past tabaqa, buni past tabaqa deb olsangiz ham bo'ladi. Past tabaqa jamiyatda eng past tabaqa sifatida asosan unga oddiy xalq kirgan ekan, xizmatkorlar. Kisang degani bu tarixiy kinolarda ko'rgansiz-ku, zodagonlarni o'zi yoki ularni asosan farzandlari ishratxonaga borishgan, o'sha yerda raqsga tushadigan ayollar. Tarjima qilsak endi san'atkor, xizmatkor ayol deyishimiz mumkin. Nu o'sha ishratxonada xizmat ko'rsatadigan ayollar kisang deb nomlangan. Mana shunga o'xshash odamlar bo'lib, bular lavozimga umuman chiqa olmagan, ya'ni ularni davlat lavozimiga umuman olishmagan ekan. 그러나 세종대왕은 관청에서 참일을 하는 qarang, 차빌맞슈, 참일을 하는 노비의 아들인 장영실의 뛰어난 과학적 재능과 능력을 인정하여 궁에 데려와 여러 가지 발명품을 만들게 하였다. Lekin Buyuk qirol Sejong davlat idorasida mayda-chuyda ishlarni qilib yuradigan xizmatkorning o'g'li bo'lgan Changyongshilni ajoyib ilmiy qobiliyati va endi chening 능력 ikkalasi bitta narsa. Tug'ma qobiliyat, oddiy qobiliyat deb olsangiz bo'ladi. Mana shu qobiliyatlarini tan olib, uni saroyga olib kelib, turli xil ixtirolarni qildirtirgan. Changyongshil bu odamning ismi, olimning ismi, endi odam emas, olim bo'lgan. 물론 모두의 반대를 무릅쓰고 내린 결정이었다. Albatta, barchani qarshiliklariga qaramasdan chiqargan qarori edi. Chunki u xizmatkorni bolasi bo'lgan, ya'ni chonmin eng past tabaqadan bo'lgan va tepada e'tibor bergan bo'lsanglar, qanchiga o'rilsa opsotda degan lavozimga tayyorlanishi mumkin bo'lmagan, lekin Sejongtevang uni mahoratiniga tan berib, hech kim fikriga qaramasdan mana shu qarorni qilgan ekan, ya'ni uni saroyga olib kelib olim qilib tayyorlagan. 세종대왕은 장영실의 능력을 믿어주었으며 이에 부응하여 장영실은 세종대왕 시절에 지구기, 해시계, 물시계 등 뛰어난 과학적 업적을 이루었다. Buyuk qirol Sejong Changyongshilni mahoratiga ishongan va bunga mos keladigan ravishda, ya'ni bunga javob tariqasida Changyongshil odamning ismi, mana shu Sejongni davrida dedi, chigugi, yomg'irni o'lchovchi qurilma, heshiga, quyosh soati, bulshiga, suvli soat kabi ajoyib ilmiy yutuqlarni amalga oshirgan. 이러한 업적은 신분의 귀천을 가리지 않고 혁신적인 인재 경영을 한 세종대왕의 리더십을 잘 보여주는 것이라고 할 수 있다. Mana shunday yutuqlar 신분의 endi odam deb olaylik buni. Odamni 귀천을 가리다 degani bu yuqori past tabaqaga ajratmoq. Odamni yuqori past tabaqaga ajratmasdan ilg'or ravishda kadrlarni boshqargan, ya'ni mahorat, inja degani kadr, ya'ni qo'lidan birorta ish keladigan odam, to'g'rimi? Birorta joyda ishlaydigan odam. Insonlarni boshqargan Buyuk qirol Sejongni liderlik mahoratini ko'rsatib beradi deb aytishimiz mumkin. Mana shu yutuqlar liderlik mahoratini ko'rsatib beradi deb aytishimiz mumkin. 장영실에 대한 기록은 세종실록에 잘 나타나 있다. 장영실 haqidagi qaydlar 세종실록da aks ettirilgan. Mana shunaqa deb yozilgan ekan. 장영실은 그 아비가 폰대 원나라의 소왕조 사람이고 어미는 키생이었는데 공교한 솜씨가 보통 사람보다 뛰어나므로 대종께서 보호하시고 나도 보호하시었고 나도 역시 이를 아낀다. 장영실는 otasi 폰대 degan aslida bizda vollay degan so'z bor-ku.
Volley degan so'z borku, ana o'shani qadimiy nimasi. Aslida Vondara degani Yuan sulolasi. Yuan sulolasining Sohangju bu joyni nomi. Yuan sulolasidagi mana shu yerlik odam bo'lib, onasi o'sha xizmatkor, san'atkor ayol bo'lgan va uni Pongyohan Somshi degani bu mohirona mahorati. Mahorati oddiy odamlarga qaraganda ajoyib bo'lganligi sababli Tejong undan oldingi qirolni ismi. Menimcha otasi bo'lsa kerak, bu yana bilmadim. Undan oldingi qirol bo'lgan. Mana shu Tejong himoya qilgan, men ham albatta uni asrayman. Ya'ni g'amxo'rlik qilaman, himoya qilaman degan ma'noda kelgan akida, tejamoq emas. 영실의 사람됨이 비단 공경한 솜씨만 있는 것이 아니라 성질이 똑똑하기가 보통보다 튀어나서 영실 bu haligini ismi Chang familiyasi olib tashalgan xolos. Yongshilni saramdami degani bu uni insoniylik fazilati faqatgina mohirona mahoratida emas, balki 성질이 똑똑하기가 degani endi bu yerda uni nima xarakteri aqlli aqlli bo'lishi odatiy odamga qaraganda yana ham ajoyibligi uchun man unga g'amxo'rlik qilaman degan ma'noda kelgan. Orada yana pauza bo'lyapti. 나의 곁에 가까이 두어. man uni o'zim yonimda olib qolaman. 이제 자격루를 만들었는데 비록 나의 가르침을 받아서 하였지만은 만약 이 사람이 아니었더라면 암만해도 만들어내지 못했을 것이다. Endi 자격루 degani bu qurilma, suvsoati. Uni nomi, atama, buni ham yodlashingizni keragi yo'q. Mana shuni yaratdi. Garchi meni ta'limotimni olib, ya'ni men uni o'qitgan bo'lishimga qaramasdan, agar bu odam bo'lmaganida qanchalik bo'lmasin, boshqa odam yasab bera olmasdi bu narsani. To'g'ri, unga men ta'lim berdim, lekin agar boshqa odamga ta'lim berganimda, u bunaqa qilib yasab bera olmasdi demoqchi. Ham o'zini maqtab ketyapti, ham Changyong실ni maqtab ketyapti. 세종대왕의 리더십이 오늘날 부각되고 재조명되는 것은 그 바탕에 인간 천중 사상이 있었고 이를 바탕으로 변화와 혁신을 실천했기 때문일 것이다. Buyuk qirol Sejongning liderlik mahorati bugungi kunda ko'zga tashlanib, 재조명되다 degani bu qayta e'tibor qaratilishi. Qayta e'tibor qaratilishi uni asosida insonni hurmat qilish g'oyasi bor bo'lib va buning asosidagi o'zgarish va revolyutsiyani amalga oshirganligi sabablidir. Ya'ni u boshqaruv yo'lini insonlarga g'amxo'rlik qilish, ularni hurmat qilish asosida qurgani uchun hozirgacha eslanadi demoqchi. 이러한 세종대왕의 리더십은 오늘날 요구되는 리더십으로도 손색이 없을 정도로 시대를 앞섰다고 할 수 있다. Mana shunday buyuk qirol Sejongning liderlik mahorati bugungi kunda talab qilinayotgan liderlik mahorati sifatida ham sonsek이 없다 degani bu kamchiligi yo'q darajada zamondan ilgarilab ketgan deb aytishimiz mumkin. Hop, endi bilmagan so'zlaringizni yozib olasiz, bittada eslab qola olmaysiz. Iloji bo'lsa flashkarta qilib yodlang yoki bo'lmasa matnni kamida 10 marta o'qib, 10 marta og'zaki tarjima qiling. Kitobni yuklab olsangiz, topshiriqlari bor. Bu yerda matn bo'yicha topshiriq, keyin yangi so'zlar, asosan ko'p so'zlar bo'yicha topshiriq bor. Davomida yana bitta kichkina matncha chiqadi. Buni o'zingiz mustaqil o'qib tarjima qilishga harakat qiling. Xo'p, kitobga keladigan bo'lsak, mana shu Telegram kanalimda, mana username yozilgan, shu Telegram kanalimga kirib, zakreplённый xabarlarga chiqsangiz, bir dunyo mana o'zim o'qib tugatgan kitoblar bor. Bunagayning Hangugo ilki 6 ni ustiga bosasiz, mana kitobga olib o'tadi. 6 va uni audioni eshitish uchun yopiq kanali ham bor. Shu yerda 20 ta mavzuni audiolari ham bor. Bemalol eshitib mashq qilishingiz mumkin. 그럼 여러분, 여기서 수업을 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.